taassurotlarim juda ham zo'r. Bu ikkinchi kelishimiz. Onam uchinchi kelishlari. Bu sentrumni juda ko'p odamlar maqtashdi. Sharoitlari zo'r, etishganligicha bor ekan. Taassurotlar juda ham yaxshi, zo'r. Birinchi marta kelganim uchun hayajonlanaman desam, hayajonlanmadim. Chunki ellik boshimizga gap yo'q. Sharoitlarimiz ham yaxshi, ovqatlari ham juda ham yaxshi. Taassurotlar juda ham ajoyib. Ravzalarga kirib chiqdinglarmi? Albatta, bir emas, ikki martalab kirdik. Ha, Allohim mashallah. payg'ambarimizga salomlarimizni hammani salomini yetkazdik. Barcha kompaniya xodimlariga biza oilamiz nomidan o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Xo'p, biz Allohning inoyati bilan Madina Munavvarada 6 kunlik safarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bugun Xudo xolasa peshin namozidan keyin Makka mukarramaga yo'l olamiz. Bu barcha imkoniyatlarni bizga sababchi bo'lgan Centrum Holidays kompaniyasiga ham minnatdorchilik bildiramiz. Madinaga biz mana kelganimizga bugun Xudo xolasa 6 kun bo'ldi. Endi Makkaga yo'l olyapmiz. Men o'zimni nogiron ayolimni olib kelgandim. Sizlarga o'sha Centrum firmasi orqali kelinglar. Juda kutib olishi ham yaxshi. Taomlari, xonalari yaxshi. Hammasidan ham mana shunaqangi 50 boshlar ko'paysin. Taassurotlarimiz juda zo'r o'tdi. Biz tog'am bilan yo'lga chiqqanmiz, 8 ta ayol qarindosh urug'larimizga bahram bo'lib keldik. Jami 10 kishi bo'lib keldinglar. Jami 10 kishi bo'lib keldik. Maşallah. Ular ayollarning ham taassurotlari zo'r. Payg'ambarimizning oldilariga 3 marta kirdik, hech bunaqasi bo'lmagan ekan. Ularga ham juda yoqdi, bizga ham juda yoqdi. Lekin Madinada hali ketgimiz yo'q. Sizlarga ham rahmat, bizani kompaniyamizda tanlaganinglardan. Inshaalloh rahmat. Sizlarga ham rahmat. Rahmat. Hammalarga rahmat.